20 dövlətlər yığınıdan Trump'ның qararıgacha. Abdori Asiya Uyghur. 20 dövlətlər yığınının nəticəsi nurgun kişilərni ümitsizləndirdi. Çünki yığında Trump bilan Xi Jinpingning 80 minutluq söhbətidən keyin ikki dövlətning ma'lum məsələlərdə birlik hasil qilganligi, Trump'ның Xitoyning mallarga baj elishni to'xtatadiganligi, Huawei şirketiga chiqish yo'li berdiganligi, qatorliq Xitoyni xush qiladigan, biz va nurg'un kishilarni bearam qiladigan natijalar bilan oxirlashgan edi. Ondaqda hech qandaq natija chiqmasligi taxmin qilingan bu yig'inda kishilar kutmagan bir natijaning yuz berishi nima sababdan bo'ldi? Qaraydigan bo'lsak, Prezident Trumpning Amerika Xitoy savdo urushi boshlangandan tortib toki bugungacha Amerika Xitoy munosabatlarida oldiga 2 qadam, keyniga 1 qadam mengib, nurg'un kishilarni Trump zodi nima qilmoqchi degan tuyg'uga keltirib qo'yayotganligi hammamizga ayon. Ammo mayli biz Trumpga qandaq baho berayli, Amerika Xitoy savdo urushini Trump hukumatining qo'zg'alligi, bugunga qadar Xitoy siyosiy vaziyati va iqtisodiga qaqshatqich zarba berish bilan birga Xitoyning dunyoga hukmronlik qilish orzusini suvga chilashtirib, xalqaroning Xitoy hokimiyatining haqiqiy mohiyatini ko'rib yetishiga sharoit yaratgani yanala Prezident Trump ekanligi bir haqiqat. Ondaqda Trump'ның Huawei'ga bir oz chiqish yo'li berishi, Xi Jinping bilan birga savdo kelishimi uchun qayta suhbatni boshlashi, savdo urushini vaqtincha to'xtatishga ma'qul bo'lishi va Amerikaning 300 milliard dollar qimmatidagi Xitoy mallariga elinadigan bajni to'xtatishga ma'qul bo'lishini qanday tushunish kerak? Acaba Xitoyga bundaq yo'l qo'yishning Amerika uchun foydasiz ekanligini Trump hukumati yoki Amerikaning amaldorlari bilmamdi? Meningcha undaq emas. Xitoyning bu savdo urushida Amerika orzu qilgandek bir to'xtamni tuzmaydiganligi, hatto shundaq bir to'xtamga imzo qo'ygan holatdami ijro qilmaydiganligini Trump hukumati aniq biladi. Dal shu sabab Marco Rubio Prezident Trump'ning Huawei'ga chiqish yo'li berish haqidagi so'ziga qarshi ifoda bildirgan. Ammo qaraydigan bo'lsak, Trump Xitoyga yo'l qo'ygan nuqtalar. Birinchidan, Huawei'ga Amerikaning davlat bexatarligiga chetilmaydigan mahsulotlarni setib berish bo'lib, yaqinda BBC, Washington pochtasi qatorliq dangliq axborot vositalari Amerikaning yuqori fan texnik shirkatlaridan Google, Intel, Microsoft qatorliq shirkatlarning Huawei bilan Amerikaning qonuniga xilof bo'lmagan yo'llarda hamkorlashayotganligi e'lon qilindi. Garchi Amerikaning bu shirkatlarga bo'lgan cheklamasi Amerika chegarasi ichida kuch ko'rsatalisimi, lekin chegara atlagan, markasi o'zgargan shakldagi hamkorliklarni to'sishga amalsiz edi. Amerika bundaq ahvolni to'sib qololmagan ahvolda Trump'ning Huawei'ga chiqish yo'li berganligi aniq. Chunki bu xil xalqaro so'rinlardagi oshkor yo'l qo'yish badaliga 540 ming tonna purchoq sotgan. Amerika dunyodagi eng cho'ng purchoq eksport davlati bo'lib, purchoq savdosi Amerika dehqonlarining asosli kirim manbalarining biri hisoblanadi.
Shundaqdimi Amerika dehqonlari savdo urushini zo'r kuch bilan qo'llagan va prezident Trumpmo Amerika dehqonlarining savdo urushi sababli uchirgan ziyonlariga to'lam bergan edi. Amerika aslida Xitoyning eng cho'ng va muhim bo'lgan purchoq ta'minlaguvchi davlat bo'lib, savdo urushi yuz bergandan buyon Xitoyning purchoq import qilishi zo'r krizisga duch kelgan. Va shu sabab Xitoy muavin raisi Wang Qishanmo biz Jungoliklar o't cho'p yesakmi chidaymiz degandek Xitoy xalqini savdo urushi sababli yuz berish ehtimolligi bo'lgan ocharchilikqa vatan so'yish ro'yi bilan qarshi turishga chaqirgan edi. Trump bu qitimliq purchoq savdosi orqali Amerika xalqiga naf yetkazdi. Bu kelar qitimliq prezident saylimi uchun qo'llashga erishishdiki bir yaxshi usul albatta. Ikkinchi, savdo urushini vaqtincha to'xtatib, Xitoydan oladigan 300 milliard dollar qimmatidagi maldan boj elishni to'xtatish. Biz Trumpning bu haqdagi bayoniga qaraydigan bo'lsak, Prezident Trump savdo urushining vaqtincha to'xtashi faqat o'tganda imzolanishga 90% tayyor bo'lgan kelishimni shu kelgan joydan davomliq so'zlashish sababli bo'lib, ayni chog'da Xi Jinping bu kelishimni inovatsiz qilib, qaytadan so'zlashishni talab qilganligi uchun davomliq so'zlashish bekor qilingan edi. Әмді 300 milliard dollarlik mallardan boj elish masalasiga kelsak-mu, bu boj texi elinmagan boj bo'lib, Trump faqat texi əmliləşməgən, ig'izida deb qo'ygan bir ishni qilmaslikni qaror qildi xolos. Lekin Xi Jinping Amerikadan 540 ming tonna purchoqni naq setilish badiliga Trumpning va'dasi əmlilashadiganligi bilan kelishdi. Bu demak, avval Xitoy 540 ming tonna purchoq setilishni əmlilashtirsa, ondan Trumpmo deganlarni əmlilashtirdi deganlik bo'lib, Xitoy ichidagi tashviqot vositalarida Xi Jinpingning Amerikadan 540 ming tonna purchoq setilishiga doir hech qanday uchur oshkorlanmagan. Lekin Malayziyadagi bir Xitoycha to'rbatda bu haqda uchurlar berilgan. Növbətdə Trump hökumətinin Xitoy bilan savdo söhbəti uchun qayta üstəlgə kelishi qandaq oqibatlarni elib keladiganligi haqida aniq bir narsa deyish tez bo'lib, Huawei'ga kengchilik qilishdan kelib chiqadigan ziyonlarni texmo mo'ljalligili bo'lmaydi. Lekin bir narsa aniqki, Amerika jamiyati hozir Xitoyning mohiyatini aniq tunib yetiglik. Ular hargizmo yiqilgan ko'rikdan qayta o'tmasligi mumkin. Ammo Trumpning qayta saylanishi Trump va Trump hukumati uchunmo intayin muhim bo'lib, Prezident Trumpning Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un bilan ko'rishishi, İranға urush etishga minut qolganda o'q etish buyrug'ini amaldan qoldirib, Iranға fursat berishi, keynidan Iran diniy daisi Hömeyniyga iqtisodiy jazo qo'llanishi. Bu ishlarning albatta sababsiz yuz bermaganligidan Amerika Xitoy orasidagi savdo urushining undaq osonla oxirlashib qolmaydigan murakkab bir munosabat ekanligini his qila olishimiz tas emas. Tugidi. 2019 yil 30 iyun